asosida imkoniyatlarni safarbar qildim deydilar. Bu imkoniyatlarni har yili 30 o'sha iyunda yoshlar kunida prezidentimiz yangi loyihalar bilan juda katta dasturlar bilan kirishlar qiladi. Mana o'zim ham respublikada yosh o'sha el yurtimiz jamg'armasida ham ekspert sifatida ishtirok etaman. O'shanda juda ko'p yoshlarni ko'ramiz. Dunyoga mana degan muhtasham universitetlarga ketyapti. Prezidentimiz yaxshi bir nimani e'lon qildilar. 500 dan ortiq kvotani. Qarang. Bakalavr, magistratura, doktorantura bo'yicha 500 dan ortiq kvotani berishi. Bitta kvotada milliardlab mablag' ketyapti. Bitta kvotani o'ziga. Men har biri bilan bittalab suhbat qilaman. Suhbat qilayotgan kirganimizda qayerga ketyapsiz? Qaysi fan bo'yicha, nima yutuq, nima maslak, nima natija, nima samara, har biri bilan suhbatlashganimizda ularni berilgan mablag'i yu imkoniyatini o'zini ko'rib havasimiz keladi, yana talaba bo'lib qolgimiz keladi, yana o'qigimiz keladi. Biz o'qigan davrlarda bunchalik sharoit yo'q edi. Mana Sevara xonim o'zimizni kursdoshimiz ham birga o'qiganmiz. Lekin bugun bu sharoit nufuz juda katta.